Dunyo qush bozori, Marg'ilon kombinat bozoridan gapiramiz. Bugun odam sovuq, kunni sovuqligiga qarashgani yo'qdi. Yomg'ir endi to'xtadi. Yomg'irgacha ham odamlar to'xtagani yo'q. Yayilib ketamikan odam desa yo'q. Hamma avjida, qo'sh vaqti cho'qqida. Biz ham nasib bo'lsa eng olti qushlardan oldik. Nasib bo'lsa fermada obzorini qilamiz. Spingel deganlardan yig'ib oldik. YouTube'ga kattaroq obzor qilaman degandim, unaqa kayfiyat emas. Sovuq, men yengil kiymayapman. Nasib bo'lsa bitta qushlarni obzor qilamiz. Xudo xolasa yangiliklar bilan bo'lishamiz. Rahimjon ukam ham avjida. Hamma bozorda modasini yig'yapti. Hamma dinkalar mana fatalati chiqib sotilyapti. 100 olishyapti bolalar. Haqiqatan ham bozorda bo'lgan odam ko'p sovuqligiga qaragan juda bir yoqimsiz sovuq bo'lib ketdi. Ertalabdan yomg'ir xudoga shukr tindi ham. YouTube'ga juda ham bir kattaroq video qilmoqchi edik. Polniy obzor boshqacha niyatda keluvdik. Endi avvalo nasib. Narx-navolari, manzillari, Afrikagacha yoki Amerikagacha dastlabki qilib shunaqa podrobностьlar bilan YouTube'ga bitta obzor qilmoqchi edik. Bu iloji bo'lmayapti вообще. Lekin qushlar o'ta go'zallari chiqdi. Aka, bularda nech puldan, bularni nech puldan? 400 ming, qarang. Qarang. Narx-navo birdan ko'tarildi shekilli, ya. Ya bunaqa darajada baland emas-da. Maladoylar 110 ga chiqdi. Maladoyda bir pari 110. Mashallah. Qarang, ha? Mana shu maladoylarmi yo? Yo'q, bular tayyorlar, aytganlar, modalar bermaydi. Qaysi nomi so'zi? Eng oldi qator zon magazinchilardan biri. Nechta oldingiz? Bir jum bo'la. Mashallah. Bir jup bilan sekin ko'payadi o'zi, hozir. Havo juda ham sovib ketganiga bozor ham ancha suvlashib qoldi. Bir olov o'ta ham dahshatli niyat bilan keldik. Avvalo nasibda zo'r obzor qila olmadik. Xudo xolasa. O'zimizga lekin yig'adiganimizni yig'ib oldik.